ki. İnsandan dunyoda o'tgandan keyin ikkita nom qolar ekan. Qanaqa odam edi desa, 7dan 70 yoshgacha Alloh rahmat qilsin, yaxshi odam edi degan nom. Ikkinchi nom qanaqa odam edi deganda, gapirmaylar shu odamni. Yomon odam edi, iflos odam edi degan yaramas nom. Ana shu ikkinchi nomni qoldirishdan Allohning o'zi asrasin. Doim nomer 1, nomer 1 o'ylaylik doim. İnsanlar bu dunyodan o'tganimizdan keyin ham yaxshi nom bilan eslab haqqimizga duo qilsin. Duo qilsin. Farzandlarimiz duo qilsin. Allohumma g'firli va li validayya. Ey Parvardigorim, meni gunohlarimni kechirgin va meni shu dunyoga kelishga sababchi bo'lgan otamni, onamni gunohlarini Alloh egam mag'firat qilgin deb duo qiladigan farzandlardan bo'lsin. Duo qiladigan. Boshqa gap yo'q azizlarim mana. İnsaniyat o'tar dunyodan albat. Qilgan ishlari qoladi faqat. İmoratlar quramiz qavat. Sezmaymiz o'lim kelayotgan soat. Alloh yorliq qilsin yoqib borganimizda hammamizdan yaxshilik qoladi azizlarim.